Assalomu alaykum do'stlar. Onlayn daromad ajoyib saytlarni taqdim etishda davom etamiz. Siz Maki Big Money kanalidasiz. Biz bilan qoling. Bizda ajoyib saytlar taqdimoti doim davom etadi. Bugun bir eski bir sayt, onlayn daromadni minimal darajadagi bir ajoyib saytini taqdim etamiz. Bu saytda men o'zim anchadan beri foydalanib kelaman. Saytning yutuq tomoni siz hech nima qilmasdan daromad qilishingiz mumkin. Qanday? Hozir mana sizlarga ko'rsataman. Bu sayt ana shunday расширение darajasi sizni brauzeringizga o'rnatiladi va mana bunaqangi reklamalarni sizga ko'rsatib turadi. Buni o'qitib bosasiz. O'zingiz bilib ishingizni davom etaverasiz. Buni ko'rishingiz shart emas. Mana biz hozir akkauntimizga o'tamiz. Mana bizning akkauntimiz rublda xizmat ko'rsatadi. Mana hozir bizda balansimizda daromadimiz 1 rubl 90 salkam 2 rubl ishlagan bugun shunchaki turgan darajasida. Ko'ryapsiz, zadaniyalar mavjud. Zadaniyalar orqali ham daromad qilsangiz bo'ladi. Zarobotka bo'limida saytdan ro'yxatdan o'tib zarobotka bo'limiga o'tganingizda o'zi sizni brauzeringizga расширениyani qanday o'rnatishni ko'rsatib beradi va shunday o'rnatib olasiz. Va brauzer sizni bu расширение sizni brauzeringizda daromad manbai hisobida ishlab turadi. Ko'ryapsiz, zadaniyalarni bossiz mana zarobotka вложение на просмотр video 15 sekund video ko'rganingizga 2 kopeyka 3 kopeykadan pul beraman deyapti. Xo'p, siz bularni ko'rib vaqtim o'tadi desangiz, mana xuddi mana shunday reklamalar chiqadi sizga. Mana ko'ryapsiz, смотреть сайт в течение xullas 30 sekund ko'rganingizga 6 kopeyka pul beryapti. Siz buni ko'rib o'tirmaysiz, o'q tugmasini bosasiz va o'zingiz ishingizga davom etishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xuddi shunday mana bu yerda reklama bo'limi bor, mavjud. Bu reklama bo'limi nima foydasi bor yoki qanday bir foydalansa bo'ladi degan savol tug'ilishi aniq. Reklama bo'limida siz mana xuddi mana shuni singari YouTube, Instagram, xullas hamma saytdagi videolaringiz yoki saytlaringiz simkasini qo'yib, hisobingizni to'ldirib yoki bu yerni o'zida ishlagan pulingizni reklamni balansga o'tkazib reklama qilishingiz mumkin. Mana ko'ryapsiz, hozirgi pользовательlari saytda ishlayotganlari 900 mingta. Yangi sutka davomida, bir sutka davomida yangi qo'shilganlar 120 ta. Hozir 3244 ta onlayn turibdi deyapti. Bu juda ham yaxshi holat. Mana o'ng burchakda, pastki burchakda ko'rinayotgan reklama ham ushbu расширениyaning reklamasi. Sizga ziyon qilmaydi bu. Xalaqit qilmaydi sizni onlayn ishlashingizga yoki boshqa bir ish qilishingizga. Brauzer ochiq turgan paytida sizga shunaqa bir chekkalarda reklamalar ko'rsatib, sizning hisobingizga ishlab boradi. Mana hozir siz bilan gaplashayotgan muddatimizda 1 rubl 90 kopeykaga 96 kopeyk bo'ldi. Mana bitta yangilab ko'ramizda, mana ko'ryapsiz, 2 rubl bo'ldi. Mana yana reklama beryapti bizga. Biz reklamani shunchaki ko'rishga bosib qo'yamiz, uni ko'rishimiz shart bo'lmaydi do'stlar. Mana o'zi ko'rib turganingizdek расширениyaning ustida vaqt sanab sizga daromad keltirib turadi. Xullas do'stlar, bu saytdan pul chiqarib olish uchun ввести tugmasini bosasiz. Mana bu yerda настройкадан siz payer kошелёгingizni kiritib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Saytning minimal to'lovi 1 rubl. Bu degani bir kunda kunlik daromadingizdan. Boringki, men kunlik daromadim shunchaki o'sha brauzerda ishlab o'tirgan holatimdagisi 8-10 rubl. To'g'ri, siz 8-10 rubl nima bo'ladi deyishingiz mumkin. Mana yana reklama beryapti. Lekin hech nima qilmasdan daromad ishlaysiz do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek shuncha gapim mobaynida 2 rubl 3 kopeyk edi. 13 kopeyk bo'ldi do'stlar. Xuddi shunday ko'tarilib boraveradi. Mana payer tugmasiga bosasiz va sizni kiritib qo'ygan payerga ham yoningizni raqamni chiqarib, перевести tugmasini bosasiz va sizning hisobingizga pul tushadi do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek hozir ishlagan pulimiz bizning payer hisobimizga o'tdi. Istoriya bo'limida mana bu yerda vyupilan уже pul yuborildi. Kuttirilmadi ham hattoki mana 13, 15, 16, 15, 17, 11, 9, 11, 34, 55 xuddi shunday qilib pul chiqarib turganman bu saytdan do'stlar. Mana ko'rib turibsiz. Mana 13 rubl kecha 24-kuni chiqarganman. 25-kuni yana pul chiqaryapman do'stlar. Tavsiya qilaman, sizga ziyon qilmaydi, hech qanaqa mehnat talab qilmaydi. Shunchaki saytdan ro'yxatdan o'tasiz hamda расширениясini o'rnatib qo'yasiz, sizga daromad keltiradi do'stlar. Maki Big Money kanalida qoling, biz sizga chiroyli shunaqa daromadli saytlarni taqdim etishda davom etamiz do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.